Sarı turpoq 70 bin oldu. 70 bin. Doğanlar, assalamu alaikum. Hamastardı. Bizden Baykezi kanalının görüşçüleri. Bugün Sulu 12 aprel 2026 yıl Nokat Aral mal bazarında. Soda öte kızıgan yerler, adam öte köp. Buyursa jaylauga aydayt элем, энчи тарпактарды тарт дегендер көп болгондар ошого буйруса ургачы 1 жаш, 1,5, 2, 5-6 айлыктар аралаштырып тарт чыгарабыз. Эң кызыктуу видеолорубуздун бири. Лайктардан басыңыздар, бизге катталыңдар туугандар. Буйруса кандай болду экен, мына чогуу көрөбүз. Ал жерде баа болду. Аз канча баа болду, кайсы бири? 36 ötedi. Mına özünde mi? 36 bin ötedi ki mına. Mına kaçı? 35-36 35. Aa kaçı da geldi tırpaklar? 45 lira. 40. Mına kaçı? 43. 43 ötedi ki mına 40 ötedi. Qaysi biri qancha bo'ldi akalar? 92. 92? 92. Juna bo'ldi ekan mana. Hozir shu momentda olib turib joylarga haydasam, vaqta-vaqtavay kommentarga yozinglarchi. Biroq hozir o'ta qimmat, chindan da qimmat. O'lgan ekansiz, qo'l yuzdan. Chep, qaysi qancha bo'ldi? Qancha? Ne oldu ketdi? Buna oldu qancha bo'ldi? Qancha? 50. 50 bin bo'ldi. 50 bin bo'ldi. Turpa qancha oldu? Turpa qancha ekan? 55 li. 55. Qancha yot bozor? Soda oldu? Qancha? 40. 40 bin soda oldu. Burgaçı süt emlikli tarpaqlar geldi. Tarpaq qancha ekan aka? O'zingiz chiqmaysiz. Bu yoq ketdi. Tarpaq qancha ekan aka? Egasi yo'q. Ya aytaverma, u yolba o'zingiz ko'rinmaysiz. Tarpaq qancha bo'ldi? 41. 5. 45. Burgaçı erkek. Erkek. 45. Bu ne degan parada oldu? Parodası bilen jakşalaga. 45 bin. 45 bin oldu. Bizga baylayın. Bak, senin puldan barakat. Topakta kaçtan geldim kam? 40 bin kim var? Nelerce? 33. Bularca? 33 bin kim var ha? Numarini aytıp koyalım. Numarini bilesin mi? Ayt. 550 menen 200 630. Bana bir öyle çalı attılar, turpok şey yapasa numarayı alıp koydu. Kança bağ oldu? Yok. Qancha 39 berib o'tadi. 39. 40 yuzga siladan. Qaysini ol? Baykejidagi. Qancha oldi menizga? 34 bol, 34 yarim oldu. 34,5 ming. Turpa qancha oldi aka? Qancha? 47,5. 47,5 oldu. Baykejidi. Oldu mına. 47,5 mingga al. Yaxshi, nasib bo'lsin. Endi baqtaqlar ekan, yaxshi. Qancha bo'ldi? Ya arzon bo'lib ketdi. Qancha? Qancha arzon? Ayting, arzoni qancha? Mana bu kovni 100 qanchasini o'tasin? 101 deydi. 101 ming. 105 dan jo'g'ri.
101 mingga bunlar iki tut. Katta bunun ardından. Var ya. Narı söyle. Vaqt o'tkazma, tars gitsin. Ya tutar ya, olgan pulni bermesem bizdan turur. Qo'sh ketaylik. Beramiz. Qaysini bog'lashga turib? Va qancha? 41. 41 ming. Urg'acha? Chekotay urg'achi munoyatki. Bu qanchaga erkagiga? Erkek 60 ming, kichkina Erkek 60 ming, kichkina ekan bu. Sodan erkek. Qancha baho oldi? 50. Siz qancha verdingiz? 50 verdingiz. Yo men Yo, bu kishi sen desem 47ga surayın dozasiz. 47ga surayın dozadi ekanlar. urg'achi Urg'achgan ha. baho bo'ladi. 55 ming. Qilpa qancha ekan? Ellikten kami var de. 50'den mi? Kami var. Vardı. Var. Qanchadan so'radi o bozor baho berdi-mi? Berib atadi. O kichkina azga 40 ming beray desam undan. Bunaqa o. Berasizmi o? Bor. Buna 40 ming berdi. Ikkovi uchimiz yetmayapti. 50 mingdan dedi ulardagi. Vardı 50 mingdan ekan. O qanchadan oldi turpoqlar o? 115 kalmadi. 115. Bağıldı o, aldınız mı? Kam vardı tabii. Ha, yok 115 kemi vardı. Pazar qancha berdi o? Pazar baho berilgan, yok 115 ming kemi vardı. O to'g'ri aka. Turpoq qancha ekan? 60 kemi var. 60. Qancha berdi pazar? Baho berdi-mi? 50 ming ha? Turpoq qancha ekan? 55 ming. 55 ming kemi. Qancha berdi pazar? Baho berdi-mi? Dangal bergan yo'q. Dangal baho bo'ldi ha. Va qancha baho oldi? Qancha aka? Ya qancha baho oldi? O'zingiz bermadingiz. Tartar, chetlardan qo'shib tortdim. Qancha baho oldi? 51 jarım. 51 jarım mingga buni ol baho o'ta. Geçin tadını dedim. Bol qo'shib qo'ydim uje. Qo'shib qo'ydim. Qancha baho oldi? 37 ming. 37 ming. 37 ming baho. Torpa qancha baho oldi? 52 ming. 52 ming baho. Torpa qancha ekan o? Qancha puli? Qancha puli? Qancha? Qancha? 70. Qo'yib bering. Turpoq qanchadan bo'ldi ekan? 54 so'rashdi. Bunaqa o. Bunaqachi? Va bo'ldi-ga. Bunaqa 54 ming. Turpoq qancha oldi? 53. 53 ming oldu. 53 ming. Qo'yib.